Noldan loyihasini qilgan va qurilishini mualliflik nazorati ostida qurayotgan obyektimizga keldik. Hozirgi vaqtga kelib sentyabrda boshlangan obyektimizni bir oylik tanaffusdan keyin tomlarini yopib suv ishlarini boshlab yubordik. Kichkina qisqacha obzorini qilib ko'rsatamiz. Umumiy yer maydoni 8 sotudan oshuv yer maydoniga qurilayotgan loyihamizni biz ruxsatlarini olib hozirgi holatigacha olib kelishimizga to'g'ri vaqtimiz ketdi va uchastkamizni podvali ham bor, ichki hovlisi ham bor. Uyga ikkita kiraverish berganmiz. Shu joydan xo'ldan obzorini boshlaymiz. Qani ketdi. Uyga kirib kelishimiz bilan xo'l qismini o'zida katta zina berilgan ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz uchun va ichkari tarafda shu joyi arka qilib proyomini ochiq qoldirganmiz. Umumiy xona va zal bo'ladi va ota-onalar uchun bu yerda birinchi qavatda spalni berilgan. Spalning ichki qismida alohida sanuzuli bor va alohida garderobnisi bor. Uyi bu qismida umumiy xo'ldan o'tgandan keyin yo'da katta kuxna joylashtirilgan. Kuxnaga eshikdan kirganda stul zona, mebel jihozlari uchun joy va undan tashqari eng zo'r ideya bo'lgan bu yerda terrasaga chiqib ketadigan terrasni, vitrajni oyna qoldirganmiz va terrasaga chiqib kelganimizga ichki hovliga 3 metr joy qoldirilgan va alohida ko'cha tarafdan tushadigan qilib podvalga zina berganmiz va kichkina umumiy bitta sanuzuli bor. Endi uyni kichkina koridordan oldi qismiga o'tib olamiz. Yozgi oshxonadan o'tgandan keyin terrasadan tashqari bu joyga yo'lak qoldirganmiz. Qurilishimizni fasad ko'rinishidagi eng chiroyli joyi shu balkon qismida va balkon qismidagi tomlarini yechimiga o'zingizlar e'tibor beringlar. Fasadimizni nyuklaska stilida dizaynlarini qilganmiz. Do'yi postida albatta solishtirib beramiz. Hozir ikkinchi etajni obzorini qilamiz birgalikda. Uyga ikkinchi qavatiga ko'tarilishimiz bilan katta xonalarga ajratganmiz. Birinchi xonamiz master spalnya bo'ladi. Master spalnyani ichida xuddi birinchi qavatga o'xshab alohida garderob, alohida sanuzuli joylashgan. Mebellariga ham juda katta joy ajratib berganmiz. Zinadan chiqishimiz bilan chap tarafda xuddi birinchi qavatga o'xshab, bu yerda ham umumiy zal katta xo'l qoldirilgan va umumiy sanuzul hojatxonamiz bor va ikkita detskiga katta joy ajratganmiz. Ikkitadan farzandga mo'ljallangan. Qurilishimiz bilan qisqacha tanishtirdik. Agar bizning proyektimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, o'zingizlarning fikringizni kommentariyada izoh qilib qoldirib, yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Kimga bizning xizmatlar kerak bo'lsa, bundan zo'r proyektlarimizni qilib, noldan podключ remontlar bilan qurib, kalitini topshiramiz. Quyidagi nomerlarimizga murojaat qilinglar. Hammaga rahmat.